Good afternoon. I honorably tell you this is a LA Maths competition. Maktabimizda haftalik o'tkaziladigan matematika estafetalarining final bosqichi sifatida matematika marafoni uyushtirildi. Bunda estafeta g'oliblaridan tuzilgan 3 ta jamoa Nova, Elite va Enso jamoalari qatnashdi. So first round, Mastery Room. First of all, you should find questions, password list also hidden somewhere. Now we will lead you to the rooms and then we're gonna start first round. So 1, 2, 3. Birinchi raund sharti sirli matematika xonasida g'olib bo'lish. Bunda o'quvchilar berilgan vaqt ichida xonaning turli joylarida berkitilgan masala va misollarni topib, ularni yechishlari kerak. Eng ko'p to'g'ri javob topgan jamoa yutadi. Bu shart qiziqarli bo'lgani bilan ko'ringandan ancha murakkabroq. Cheklangan vaqt ichida masala yoki misolni ishlashni o'zi bir gap. Lekin shu masala yoki misol berkitilgan bo'lsa, bu boshqa masala. Bunda o'quvchilardan nafaqat matematika bilimi, balki jamoada ishlay olish va topqirlik ham talab qilinadi. Time is up. Raise your hands. Put all of your things on the desk. Now, are you ready? Yes. Aren't you tired? Yes. Will we continue? Yes. Okay. Ikkinchi raundda esa Narvonga Osil va Ilondan ehtiyot bo'l nomli qiziqarli mashg'ulot bajarishdi. Ladders take you only up. You are coming right. 16. Look, it's in red. Snake eats you and you'll come out from its. So 1, 2, 3, go. Berilgan qisqa savollarga 1 daqiqa ichida to'g'ri javob berib, finishga birinchi yetib kelgan jamoa yutadi. Started. Musobaqa esa mag'lubiyatsiz bo'lmaydi. Va aynan shunday paytlarda sizni qo'llab-quvvatlaydigan do'stlaringiz bo'lishi qanday yaxshi. Time is up. Musobaqa so'ngida esa ballar hisoblandi va g'oliblar aniqlandi. Third place will be given to Noah. Congratulations. And the second place, Enzo. And Elite earned the first place. Bunday musobaqalar orqali biz o'quvchilarga matematikani o'rganish qiziqarli bo'lishi mumkinligini o'rgatishga va o'quvchilar orasida hamjihatlik hissini rivojlantirishga harakat qildik.